O'zbekiston terma jamoasini futbol bo'yicha jahon chempionatida ilk bor ishtirok etishi munosabati bilan tabriklash uchun so'z O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Aripov Abdulla Nigmatovichga. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli futbolchi va murabbiylar, qadrli ota-onalar va tadbir ishtirokchilari. O'zbekiston milliy terma jamoasini jahon chempionatidagi ishtiroki va vatanimizga eson-omon qaytgani bilan hammanglarni samimiy tabriklayman. Qadrli futbolchilar va murabbiylar, sizlarni 4 yilda bir bo'ladigan nufuzli jahon chempionatida birinchi bor ishtirok etganingiz bu oddiy musobaqa emas. Bu yillar davomida qilingan mehnat, sabr, ishonch, qat'iyat yurtimizda sportga qaratilayotgan e'tiborni yorqin natijasidir. Eng muhimi